Partsiz, doktor Aralov partsiz mana shu yo'lning ustida, mana shu yo'lning ustidan shunday kirganda 4 qavatlik binoni 3-qavatda 3 xonalik kvartiramiz Yevro remont. Hozir ichini ham obzor qilamiz. Keting gapiramiz. 49 ming pulingiz bor, lekin bu pul uyga turibdi. Shunday. Men sizga bitta taklif bilan chiqaman. 49 ming pulga mana shu uyni olasiz, har oyi 400 dollar, 500 dollar mana shu uy sizga pul olib keladi. Chunki vokzal territoriyasiga bu uylar 400-500 dollar turadi arendasi. Uyga turguncha uchun mana shu biznesni qilsangiz agar halol sizga soqqa keladi. Prixoshkadan kiraverishda mana shu yerga kattagina zal, 3 xonalik xonamiz. Birinchi mana shu zali bo'ladi, ikkinchi xonamiz mana shu spalni bo'ladi. Kattalar uchun yotoqxona, trezasi bor, konditsioner bor, konditsioner ishlab yotibdi, juda ham yoqimli. Mana shu termozona qilgan akamiz. Ana endi bu ikkinchi xonasi. Zal bor, kattalar uchun yotoqxona, ana endi bolalarimiz uchun yotoqxona. Bitta operator mana shuni chiroyli qilib ko'rsatasiz. Juda ham shinamgina, chiroyli remont qilgan. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxniyaga o'tamiz. Operator, ko'p savol bo'ladigan vokzal territoriyasiga uyni reklama qilsa gaz bormi deydiganlar uchun yaqinroq qiling. Juda ham gaz baland. Bu yerga gaz, suv, svet bu yerga постоянно bo'ladi. Trezasi bor, operator ko'rsatasiz. Ana endi sanuzelni ko'rsatamiz, operator. Sanuzel 3 xonalik xonamiz narxi 49 ming. Bunaqasi hali vokzal territoriyasida yo'q. Mana shu sanuzel bo'ladi, vannasi bor, unitazi bor. Ariston ham qilib qo'ygan akamiz. 49 ming berasiz, har oy 400-500 dollar sizga soqqa olib keladi. 3 xonali xonamiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, srochni aloqaga chiqinglar. Bu territoriyada, bunaqa lokatsiyada bunaqangi uylar har kun topa olmaysiz. Ketdik operator.